Osiyo Kubogi U17 9 kishi bo'lib bir time harakat qilgan O'zbekiston Osiyo chempioniga aylandi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, video rolikdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo chempionati finalidan o'rin olgan O'zbekiston Saudiya Arabistoni bahsi yakunlandi. Unda O'zbekiston futbolchilari 2-0 hisobida zafar quchdi. Gollar Muhammad Hakimov hamda Sadriddin Hasanov tomonidan kiritildi. Qayd etish lozim, birinchi taymda O'zbekiston futbolchilari 2 ta qizil kartochka olgandi. Shunga qaramay O'zbekiston terma vakillari mardonavorlik ko'rsatdi va Osiyo chempioniga aylandi. Hurmatli tomoshabin, o'ylaymanki ushbu videorolik millionlab like bosishga arziydi. Albattaki videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Ha, aytgancha, agarda kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang.